Assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshimisizlar? Charchayapsizlarmi? Hop, bugun xudo xolisa 26 aprel haftalik tahlilni boshlaymiz. Hop, birinchi bo'lib Forex Factory bo'yicha news driverlarni ko'rib chiqamiz, ya'ni yangiliklarni. Biz qaysi kun savdo qilamiz va qaysi kun savdo qilmasligimizni oldindan bilib olishimiz kerak. Hop, dushanba kuni bizda deyarli hech qanaqa yangilik yo'q. Demak, bu kuni savdo qilmasa ham bo'ladi. Sababi bozorda unaqa kuchli volatilность bo'lmaydi va narx cho'ppi, ya'ni juda ham sekin va konsolidatsiyaga tushib qolish ehtimoli bor. Seshanba kuni bizda job openings bor, Toshkent vaqti bilan soat 7. Seshanba kuni savdo qilsa bo'ladi. Hop, chorshanba kuni ham ishlasa bo'ladi, lekin yevroga ehtiyot bo'lamiz. All day CPI news bor. Payshanba kuni yevroda bank holiday, payshanba kuni yevroda ishlashni tavsiya bermayman. Juma kuni NFP yangiligi. Odatda NFP haftasi payshanba va juma NFP chiqqungacha narx konsolidatsiya holatiga tushib qolishiga ko'proq guvoh bo'lganmiz. Shu sababli men o'zim shaxsan payshanba kuni savdo qilmayman va juma kuni NFP gacha savdo qilmayman. NFP dan keyin ya'ni setupimni ko'rsam men savdo qilishim mumkin. O'shanda men seshanba, chorshanba va juma kuni NFP dan keyin bozorga qarayman va undan boshqa payt bozorga katta ehtimol bilan qaramayman. Xo'sh, endi bo'lsa dollar indeksidan boshlaymiz. Dollar indeksi 1 oylik time frame'da mana bu BC ga kelib, BC dan narx orqaga harakat qilganiga guvoh bo'lsak bo'ladi. Endi bo'lsa bizda mana bu 1 oylik time frame'dagi equal low menga juda ham chiroyli ko'rinyapti. Hop, 89.000 atrofida 89.209 urovnidagi narx sell side'ga kelishini kutyapman, agar narx o'zini strukturasini o'suvchiga o'zgartirmasa. Endi bo'lsa haftalik time frame'da mana bu sell side'da juda ham chiroyli turganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Endi bo'lsa bizda haftalikda bo'lsa narx hozir tushuvchi dollar indeksda va bizda mana bu CB sell side imbalance, buy side inefficiency mavjud. Men narxi shu yoqqa chiqishini kutyapman dollar indeksda weekly time frame'da. Endi bo'lsa daily time frame'da e'tibor bersak, mana bu weekly dini hozir hamma intervalda ko'rinadigan qilib qo'yaman va e'tibor bersak, mana bu bizda weekly imbalance. E'tibor bersak, weekly imbalance ichida bizda buy side qoldirib ketyapti. Men shunchaki narx shu buy side yechib weekly imbalance ga kirgandan keyingina men short qarayman. Ungacha ishlamay turaman, kutib turaman. Premium discount bo'yicha ham iloji boricha 0.50 dan tepada ishlashga harakat qilishinglarni so'rayman. Hop, buni o'zida qoldiradigan qilamiz. Daily da esa mana buy side dan tepada e'tibor bersanglar, bizda volume imbalance mavjud. Narx shu volume imbalance dan oqishi ham mumkin. Mana bu sell side gacha. E'tibor beramiz. Undan tepada bizda order block mavjud. Bearish order block. Narx bu yoqqa ham chiqib ketishi mumkin. Yoki mana bu yerdagi volume imbalance tepasidagi fair value gap. Ko'ramiz, mana shu premium zonalardan sotishga harakat qilib ko'raman men shaxsan o'zim. Endi sizlar ham masalan o'zingizlarning analizingizga sodiq qolishinglarni so'rayman. Men hozir bu analizni berganim bilan bu 100% to'g'ri chiqadi degan emas. Men shunchaki o'zimning bilimimga asoslanib sizlarga ya'ni educational tarzda video qilyapman. Men hech qanaqa moliyaviy maslahatchilar emasman. Okey, endi bo'lsa dollar indeks ko'rdik. Endi shuni korrelyatsiyasida bizda yevro mavjud. Yevroda narx oylik time frame'da
mana bu inversion fair value gapdan reaksiya olib turganini guvoh bo'lamiz 1 oylik time frame'da. Endi bo'lsa weekly time frame'da ham mana bu inversion fair value gapdan e'tibor bersanglar, bu inversion fair value gap 1, 2, 3 marta narxi pastga qo'llab-quvvatlayapti va shuni asnosida bizda dollar indeks bilan korrelyatsiya qilgan holda dollar indeksda tepada imbalans qolgan bo'lsa, bizda yevroda bir haftalikda mana pastda imbalans qolyapti. Endi e'tibor bersanglar, dailyda bizda mana shu imbalansni tagida xuddi yevroga o'xshab sell side mavjud. Mana shu sell side'ni yechilishini kutmasdan men buy ishlash niyatim yo'q yevroda. Va hamdan premium discount bo'yicha ham 0.50 dan pastda iloji boricha buy ishlashni tavsiya beraman. Ya'ni 0.50 dan pastda bizda mana bu fair value gap, men weekly ni o'chirib turaman, bu weekly dagi imbalans edi. Daily fair value gap va daily order block narxi tepaga qo'llab-quvvatlashi mumkin to o'tgan haftaning maksimumi, ya'ni buy side liquidity zonasigacha. Yevroda shu 4 soatlik o'tib o'tirganidan foyda yo'q va bizda funt. E'tibor bersanglar, funt bilan yevro hozir ko'ringlar-da. Funt olmabdi. Yevro bo'lsa olib qo'yibdi. 2-sentyabrni hozir bitta ko'rib olayman. S&P bo'lgan bo'lishi ham mumkin. E'tibor bersanglar, ICT ni Smart Money Tool bo'yicha 2-sentyabrdagi high funt olmagan va bugungi kunga qaraganda 2-sentyabrdan dagi highni olmagan. Lekin yevro bo'lsa buni olib qo'ygan. Bu Smart Money Tool S&P, ya'ni selga, razvorotga tasdiq bo'lishi mumkin. Buni yodda tutinglar. Narximiz mana bu bearish order blockdan, monthly order blockdan reaksiya olayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Weekly da bo'lsa mana bu chiroyli buy side'imiz mavjud va bu buy side'ga men mana bu haftalik fair value gapdan hujum qilishga harakat qilaman. Daily da bo'lsa ham xuddi shu. Mana bu weekly fair value gapni shundoq ustida bizda sell side mavjud. Shu sell side yechilgandan keyin narx weekly fair value gapga kelgandan keyin men ishlashga harakat qilaman. Iloji bo'lsa diskountdan, ya'ni skidkadan savdo qilishga harakat qilaman. To'g'ri, mana bu ham narxi yuqoriga qo'llab-quvvatlashi mumkin, lekin men har doim 0.50 dan pastda olaman. Ko'pincha olaman, har doim emas. Endi ko'ramiz. Hamdan ham bundoq bo'lishi ham mumkin. Sababi mana bu yerdagi diskountga kutaman desa juda uzoq. Xo'p, endi bo'lsa tillarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, tillamizda 1 oylik time frame'da men hech narsa ko'rmayapman, lekin oxirgi 4 oyda tillar juda ham kuchli harakat qildi. Bunga siyosiy yengilliklarning ham ta'siri juda ham katta bo'ldi. Endi bo'lsa weekly, haftalik time frame'da mana bu narx BC ga guvoh bo'lishimiz mumkin va men bu narxi to'xtanglar, bizda ikkita ekan. Mana haftalik, mana bu ham imbalans hosil qildi. Narxi shu haftalik BC ga tushgungacha men buy ishlash niyatim yo'q tillarda. Endi bo'lsa har doimgi qiladigan ishimiz buni bundoq all interval qilsa, mana bu weekly imbalans, mana bu weekly imbalans ichida bizda sell side turibdi. Narx shu sell side olgandan keyin weekly imbalans ichida bizda daily imbalans ham mavjud. Mana shu daily imbalansdan sell side yechilgandan keyin
bayga qarab ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Tillada. Hop. 4 soatligiga tushib ko'ramiz. Tillada nima bo'layotgan ekan. Bizda bay sayt, sel saytlarni qo'yib olamiz. Hop. Da mana biza bay ishlashimiz uchun albatta mana equal low, ya'ni juda ham likvidnost yig'ilib qolgan zona mavjud. Mana shuni bitta yechib olishimiz kerak. Yechib tozalagandan keyin mana daily fair value gap ichida ham 4 soatlik bizada imbalans qoldirib ketgan. Naq shu imbalans to'ldirishgandan keyin biza bayga qarab ko'rsak bo'ladi deb o'ylayman. Tillada nimaga bay deyotganim, hozir bitta silverni ko'ramiz. Silverda bay saytlar bor edi. Tillarni iloji boricha silver bilan korrelyatsiya qilib ishlatsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni silver, kumush, mana HUSD deb yozamiz. Silver mana o'ndan ko'ramiz. Mana silverda e'tibor bersanglar, juda ham chiroyli buy side zonalari mavjud. Hop, dailyda bo'lsa narximizni mana bu fair value'ga ushlab qolyapti, bu kunlikda. Mana nimaga biza tillada buy ishlayapmiz? Shu bilan korrelyatsiya qilib S&P'larni ko'rib ishlasa bo'ladi. Va mana bu fair value gapdan ham ko'ra mana bu bullish order block olganimiz yaxshi. Narx mana shu order blockda turibdi. Tilla bilan qarasak juda ham chiroyli. Hop, e'tibor beramiz. Tillada ham bitta premium diskount bo'yicha ko'rib olsak, 0.50 dan pastdagi fair value gaplar ishlayverish ehtimoli juda ham baland, sababi bu diskountda. Mana bu yerdan agar sell sayt yechilishidan mana bu yerda olib qo'ysanglar, uje narx diskountga tushib ketishi ehtimoli baland. Shuning uchun men diskountni kutib qolaman. Bekorga minus qilgandan ko'ra mana bu fair value gap va OB zonasini kuta qolaman tillada buy ishlash uchun. E'tibor beringlar, bu hafta NFP haftasi ekan. NFP haftasi odatda bozor juda ham kuchli manipulyatsiya qiladi. Shuning uchun birinchi o'chirt, ya'ni treyderlarni, ya'ni bizning vazifamiz kapitalni himoya qilish, keyin pul ishlash o'zi bo'ladi. Ya'ni kapitalni siz himoya qilsangiz, kerak emas payti savdoga kirib, kerak emas stop losslardan o'zingizni himoya qilib to'xtata olsangiz, bu sizni yutug'ingiz deb hisoblayman. Ya'ni hammamizning yutug'imiz ham shunda. Va bozor yana yaxshi market conditions, ya'ni yaxshi bozor yurishini taqdim qilgan payt, biz o'sha payt bozorga kirib bemalol pul ishlasak bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, agar haftalik tahlil ozgina bo'lsa ham sizlarga nimadir o'rgatgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, shunchaki kanalga like bosib qo'yinglar. Bu bizga motivatsiya, ya'ni YouTube kanalimizni yanada ham rivojlantirishga ozgina bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi. Sizlardan shu so'rab qolaman va xudo xohlasa sizlarga bundan ham qiziqarli va foydali videolar berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni va kapitalinglarni ehtiyot